Mehnatimizni qadrlagan holda ko'rishdan oldin like bosish va obuna bo'lishni unutmang. Hozir e'tiroz qilishga haqqimiz yo'q-da. Xohla tilmi, men kasbmi, men yana nima beray senga? Mana o'chgan. Quvib yuraman. Qizlarni ham o'g'il bolasi. Qayerga murojaat qilish kerak? Shunga batafsil to'xtalib keting. Juda global savol bo'ldi. Ko'payib ketdi-da, biz $500 bering, biz sizni xorijda $5000 ishga joylashtirib qo'yamiz degan. Bitta bola bu tomonga o'tirdi, bitta bola u qizni o'rtaga olishdi. Men boshimni chandig'i ham shundan. Fake xabarlarga ishonib, qiyinchilikka tushib qolmang. Gapirsangiz odamlarga yoqmaydi-da. Hozirgi kunda qanday o'sha korrupsion holatlar oldi olingan tizimda? Yoshlar bilan ko'proq ishlash kerak. Podkastlaringizni ko'proq qilinglar. Chet elga ketmoqchimisiz? Navigatorning bu galgi sonini albatta ko'ring. Savolim bor. Xorijga ketish haqida. Nima deb o'ylaysiz? Yaxshimi, yomonmi xorijga chiqib ishlash? Har tomonlamada endi qarash kerak-da vaziyatga. Bugungi kunda o'sha borib ishlash xavfli bo'lgan davlatlar bor deb o'ylaysizmi? Borib ishlash xavfli bo'lgan davlatlar ham bo'lishi mumkin ichida. Migratsiya agentligi haqida eshitganmisiz? Ha, eshitganman. Hech sizni qiziqtirganmi o'sha tashkilotni? Yo, ishimiz tushmaganda umuman o'sha tashkilotlarga. Nima deb o'ylaysiz? Chetga ketib ishlash qanchalik yaxshi? Bilmadim. Bunga savol beraman, javob beraman chunki o'zim o'qiyman shu yerda ishlayman. Kelajakda ketib ishlagan bo'larmidingiz? Yevropaga ketgan bo'lardim. Qaysi mamlakatga? Germaniyadan boshlardim. Yevropa davlatlarini aylanib chiqishni aytaman. Qonuniy yo'llar haqida ma'lumotga egamisiz siz? Yo'q. Migratsiya agentligi haqida eshitganmisiz? Eshitganman, ma'lumot yo'q menda. O'sha sizni qanday savol qiziqtiradi mana Germaniyaga borish yuzasidan? Germaniyaga borish yuzasidan vizalarni to'g'irlash, shu xarajatlari. Chet elga borib ishlash yaxshimi, yomonmi? Yaxshi. Misol uchun qaysi davlatlarga bugungi kunda bormagan ma'qul? Bormagan ma'qul. Ha, qaysi mamlakat xavfli borish uchun bugungi kunda? Xavfliligini bilmadim-ku, lekin biz bunaqa nima desak bo'ladi, boshqachasiga qiziqamiz-da, bir yaxshi salbiy tomoni emas bunday. Yaxshi. Yaxshi taraflarni qiziqamiz. Qanday yaxshi tarafi bor? Masalan, shu Germaniyaga borish, masalan, yo Angliyaga, masalan, shuning uchun masalan ingliz tilini, nemis tilini o'rganish kerak. Shular kunda, hozirgi kunda yaxshi-da. Migratsiya agentligi haqida eshitganmisiz? Eshitganman. Qanaqa ma'lumotlarga egasiz o'sha agentlik? Migratsiya bu davlat tomonidan odamlarni chet elga ishlashga yuborishadi. U hammasi davlat tomonidan qoplanadi. U nima desa bo'ladi? Bu odamlarning foydasiga-da bu. Masalan, chetda ishlamoqchi bo'lgan odamlarni maqsadida shu yordam beradi. Umuman sizda o'sha chet elga, xorijga ketish bo'yicha doim qiziqtirib kelgan savol bormi? Xo'p, doim yoki atrofingizdagilardan eshitgan savol bo'lsa ham bo'ladi. yo'q, lekin bunaqa Savol. Rahmat kattakon. Migratsiya agentligi haqida eshitganmisiz? Yo'q. Yo'q. Umuman o'sha xorijga chiqish borasida sizni qanaqa savollar qiziqtiradi? Sayohatga chiqish uchun avval nimalar kerak? O'zimiz bilan nimalar olib borishimiz, u yoqda yashash uchun, masalan, boshqa chet davlatga chiqib yashasa, qiyinchilik bor-da. Viza qilish qanaqa bo'ladi? Hamma yo'l yo'riqni bilish kerak. Xorijga borib ishlash yoki o'qish deylik, yoki sayohatga borish. Nima deb o'ylaysiz? O'sha xorijga chiqib ishlash qanday, yaxshimi, yomonmi bugungi kunda? O'qish yaxshi. O'qish yaxshi. Ishlashchi? Ishlashni bilmadim shuni. Qaysi mamlakatga ketgan bo'lardingiz? Yaponiya. Yaponiya. O'qishdi. Migratsiya agentligi haqida eshitganmisiz? Yo'q. O'shanda agentlik bor, o'sha xorijga ketishga yordamlashadigan, ya'ni qonuniy yo'llar bilan yordam beradi. Qiziqib ko'rmaganmisiz? Yo'q. Yaponiyaga ketish yo'lida sizni qanday savollar qiziqtiradi misol uchun? Agar sizda migratsiya agentligiga o'sha savolni berish imkoniyati bo'lsa, qaysi savolni berib javobini olishni istagan bo'lardingiz? Xo'sh, masalan, narx masalasida, keyin turar joy, u yerga borgandan keyin Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navigatorning bu galgi sonida migratsiya, xorijga chiqish, asosan mehnat migratsiyasi haqida gaplashamiz. Navigatorning navbatdagi sonini mehmonlari Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Samarqand filiali rahbari Laziz Ibragimov hamda Yoshlar ishlari Samarqand viloyat boshqarmasi boshlig'i Dilfuza Azizova. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz xalqimiz uchun, ayniqsa o'sha xorijga ketaman deb yurgan insonlar uchun albatta manfaatli, foydali bo'ladi. Laziz aka, birinchi o'rinda sizga yuzlanmoqchiman. Bugungi kunda viloyatimizda o'sha tashqi mehnat migratsiyasida qancha aholi bor? Raqamlar bormi bu borada? Hozirda xorijda yurgan fuqarolarimiz to'g'risida ma'lumotlar bor hammasi. Masalan, hozir bugungi kunda Samarqand viloyati hududida xorijda mehnat migratsiyasi uchun chiqib ketganlar soni masalan 165 mingdan ziyod fuqaroni tashkil qiladi. Bularda ayni paytda davlatlar kesimida ham bo'lganda hozirgi kunda to'g'risini aytib o'tish kerak. Masalan, Rossiya Federatsiyasining salmog'i ko'proq tashkil qilib turibdi. Endi hozir asosiy maqsadimiz migratsiyada o'sha yurgan fuqarolarni ham o'sha Rossiya Federatsiyasidagi fuqarolarimizni o'sha rivojlangan Yevropa davlatlariga yuborish, katta salmog'ini sal tushirib, asosiy e'tiborni Yevropa davlatlari, rivojlangan Yevropa davlatlariga yuborish bo'yicha fuqarolarimiz bilan ishlarni amalga oshirib boryapmiz hozir. Hozir shu o'rinda 165 mingdan ortiq deyapsiz. O'sha 165 mingdan ortiq ketgan mehnat muhojirlarini qanchasi deylik malakali kasb bilan ketgan yoki mutaxassisliklari? Hozir buni tahlil qilganimizda malakali mutaxassislar soni salmog'i kamroq. Endi malakali deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Birinchi malakali degan so'zga ta'rif berib olishimiz kerak. Malakali degani masalan siz g'isht teruvchi, masalan oddiy qilib aytaylik, g'isht teruvchi bo'lsangiz, kasbingizda bo'lsa, sizda g'isht teruvchilik yuzasidan diplomingiz bo'lishi kerak. Diplom bo'lishi kerak. O'sha kollejda yoki texnikumda o'sha sohani o'qib tugatganingiz sizda malaka beradi. Masalan, fuqarolarimiz bor. U g'isht terishni masalan ipidan ignasigacha zo'r bilishi mumkin yoki zo'r bilar, lekin uni diplomi yo'q. Bu narsa masalan u fuqaroni, ishlab turgan fuqaroni malakasiz deb aytishga ham haqqimiz yo'q bo'ladi. Malakali degan so'zni o'zi oldindan avvalambor uni o'sha ham kasb jihatidan ham qo'lida o'sha sohani davlat standartidagi diplom bo'lgan fuqaroni malakali deymiz. Lekin biz hozir xorijda ishlab yurgan fuqarolarimiz, xorijda bo'lib turgan fuqarolarimizni masalan uni ham anchasini malakasiz deb ayta olmaymiz, chunki ular kasbiy jihatdan biladi, lekin to'g'ri o'sha diplomi yo'q bo'lishi mumkin. Shunaqa. Dilfuza opa, shu o'rinda sizlar qanday ko'maklasharsizlar, yordam berasizlar? Aytaylik, mana kasb o'rgatish, mana Laziz aka aytayaptiki, hammasi biladi, lekin qo'lida o'sha muhim kerak bo'lgan narsa bu hujjat, bir parcha qog'oz deyapti. O'sha qog'ozni berishga deylik, kasb o'qitishda qanaqa yordamlar bor? Savol uchun rahmat. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham bugungi kunda yoshlarimiz kasb egallashga, hunar egallashga, zamonaviy kasblarni egallashga qiziqishlari bor. Bu kundan kunga ortyapti. Endi Yoshlar ishlari agentligining ko'magi bu borada qanday? Hududlardagi monomarkazlar bilan hamkorlikda va qolaversa mana shu turli seminarlar o'tkazish yoki onlayn platformalar orqali ham yoshlarga zamonaviy kasblarni o'rgatish bo'yicha mana shu loyihalar amalga oshirilyapti. Birgina monomarkazni oladigan bo'lsak, biz hamkorlikda ish olib boramiz. Ular 24 turdagi mana shu kasblarni o'qitishadi, o'rgatishadi. Yoshlar agentligini o'zi bo'lsa agar endi to'g'ri, ko'pincha odamlarda qaysidir ma'noda tushunish qiyin bo'ladi, vaqti ozroq bo'ladi yoki targ'ibot ishlari joylarda kamroq bo'lishi mumkin, lekin mana shu oddiygina telefon orqali ham sertifikat olib kasb egallash mumkin. Bu borada men aytishdan charchamayman, juda ko'p loyihalar bor. Mana birgina keling, chet elga borish uchun kasbni ma'lum bir kasb hunarni egasi bo'lsa-yu til bilmasa, u ham bir qandaydir qiyinchilik tug'diradi. Chunki baribir ish doirasida muomala madaniyati, muloqotda bo'lish kerak bo'ladi. Mana shunda bizda bir ajoyib loyihamiz bor, Ibrat farzandlari. Bu onlayn platforma. Shu telefonda yoshlarimiz boshqa maqsadlar ham juda ko'p maqsadlarda foydalanishadi. Agar manfaatli, o'zlariga manfaatli bo'lgan yo'nalishni tanlab, shu til o'rgatish kursini tanlashsa, 20 dan ortiq tillarni o'rgatadi.
rus tili ham bor, ingliz tili ham bor, nemis tili ham, xitoy tili ham, yapon tili ham va boshqa tillarni o'rganib sertifikatga ega bo'lishlari mumkin. Yoki til bo'yicha mutaxassis bo'laman desa agar, misol uchun bu yo'nalishimiz ham bor, 2+6 yo'nalishi. Ya'ni shu o'quv markazida ta'lim olayotgan yosh 2 oylik kompensatsiyasini, ya'ni badal to'lovlarini o'zi to'laydigan bo'lsa, 6 oylik to'lovni davlat to'laydi. Bu ham B1 darajada, C1 darajada qaysi darajaga ega bo'ladigan bo'lsa agar, ma'lum shu o'quv markazidan olib bilim olishi mumkin. Yana bir jihat borki, xalqaro imtihon kompensatsiyalari, imtihon topshirish uchun pul to'laydi. 2 milliondan ziyodroq pul to'laydigan bo'lsa agar, o'sha ariza bersa, shu pulini davlat ham qoplab beradi. Mana nima uchun bu narsadan boshladim va nega bunga urg'u beryapman? Chunki chet davlatga ishga ketish uchun to'g'ri kasbga ega bo'lmasa, hunari bo'lmasa agar bo'lmaydi. Til bilish ham yaxshi narsa. Kasbni bizga monomarkaz va zamonaviy platformalar o'rgatadi. Bu bitta til o'rganish bo'yicha. Ikkinchi platformamiz Ustoz Ail bor. Bu yerda shu Ustoz Ailda mobilografiya, dasturlash, zamonaviy kasblar juda joylashgan. Marhamat, undan yosh foydalansin, sertifikatga ega bo'lsin va o'ziga mana shu xohlagan shu zamonaviy kasblarga qiziqadigan bo'lsa agar, mana shu loyihalardan foydalanish mumkin. Hattoki Ustoz Ailni o'zim bir qiziqib chuqurroq yondashdim, ko'rsam eng ko'p foydalanuvchi sertifikatga ega bo'lgan yoshga kompyuter qurilmalari, planshetlar, hattoki chet davlatga sayohat ham bor. Bu narsani men boshida bilmasganman, to'g'risi. Faqat shu qilib, o'rgat, targ'ibot qilyapsanmi deb uni bir raqamlarni so'raymiz-da. Qani nechta yosh a'zo bo'ldi? Biz respublikada orqada qolmasligimiz kerak. Sertifikati qancha deykanman-da. Qani o'zi telefonimda to'g'risi ibrat farzandlari doim bor, mutolaa bor edi. Lekin shu Ustoz Ail negadir yo'q ekan. Shuni o'zim bir qarab qani nima ekan dedim. Bunga ham bir ancha 5-6 oy bo'lib qoldi. Qiziqganda qarasam, mana shuncha imkoniyat. Sizga sayohatga borishga ham imkoniyat, sizga kasb o'rgatishga ham imkoniyat va boshqa. Bu kabi platformalar juda ko'p. Mana shu narsadan foydalanish ham bu foydali. Bir telefondan o'rganib bo'ladimi deydi. U xohishga bog'liq. Endi ba'zida shu odam majbur bo'ladi, majburlashga ham o'rganishing kerak. Chunki ish bilan ta'minlash bizning ustuvor vazifamiz. Norasmiy migratsiya emas, rasmiy migratsiyaga jo'natish, yoshlarni bandligini ta'minlash, mana shu asosiy ustuvor vazifalarimizdan biri va biz harakat qilyapmiz. To'g'ri, guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi. Mana hozir bitta loyiha amalga oshirilyapti, ko'mak loyihasi. Buni ham aytishim kerak. Kunda so'rov, kunda nazoratni olib boryapmiz. Joylardagi, hududdagi aholilar, yoshlarimiz bilishmaydi. U nima u? Bu shunaqa narsaki, C1 darajada ega bo'lsa agar yosh, unga davlat tomonidan 130 million suda beryapti. 3 yil muddatda 6 oy imtiyoz bilan. Endi suda bilasiz, foizsiz, kreditga o'xshagan narsa, lekin foizsiz. Shu narsani viloyatimiz bo'yicha 654 ta yoshlarimiz C1 darajaga ega. Endilikda biz o'zimiz oldimizga maqsad qo'ydik, hech bo'lmaganda shularni teng yarmiga o'quv markazi ochishga yordam beraylik. Bu ham bandligini ta'minlash. Mayli, xohlagan yosh migratsiyaga borsin, rasmiy migratsiyaga borsin, qora ishchi bo'lib bormasin. Agar bugun mana shu C1 darajadagi yosh bo'ladigan bo'lsa agar, yo'q, men o'zimni xorijda ko'ryapman bo'lsa, marhamat, rasmiy migratsiyaga borib, shu til bilgan el biladi, tashqariga chiqqanda bemalol o'rgana oladi, ma'lum bir kasb egasi bo'la oladi. Lekin mana shu bor imkoniyatdan shu yerda foydalansa agar, faqat ozgina nima kerak? Mehnat kerak. Davlat rahbarimiz bir so'zlarda aytadilar-ku, odamlarga baliq emas, qarmoq berish kerak degan gap bor-da, shunga haqiqatan o'sha qarmoqni endi bu mavzuga qanchalik u, lekin shunga ham mehnat kerak-da, shunga ham sabr kerak. Agar ozgina mehnat qilsa, o'zini qiynasa agar, men aytmayman ketmasin deb, borsin. O'zini qayerda ko'radigan bo'lsa agar, o'zini rejasi bor, o'zini maqsadi bor, marhamat borsin, lekin bor imkoniyatlardan shu yerda ham foydalansa agar, nima deydi, samara beradi. Natija ko'rsatsa bo'ladi. Shu o'rinda mana shu ko'mak deyapsiz-ku, ko'mak loyihasi qayerga murojaat qilish kerak? Shunga batafsil to'xtalib keting. Qayerga? Mana C1 darajasi bor, C1 darajasi bor, yigitlar, qizlar o'sha bosqichma-bosqich
Rahmat. Bu hozir ayni jarayonda mahalla yoshlar yetakchilari ko'pchilik tushunishyapti, faqat ingliz tiliga sevand bo'lish kerakmi? Yo'q, rus tilida bo'lishi ham mumkin. Sevand darajaga ega bo'lgan yoshlar. Sevand darajaga ega bo'lgan xorijiy tillarni biladigan yoshlar mahalla yetakchisiga murojaat qilsa agar, ularga shu hamma tartiblar tushuntiriladi. Endi u tartib ham nima? YATT bo'yicha shu yakka tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi guvohnomasi kerak bo'ladi va o'sha natijaga erishganlik sertifikati, bilimini baholab bergan shu sevand darajadagi sertifikati bo'lsa agar, u hujjat Yoshlar ishlari agentligining tuman bo'limlari yoki to'g'ridan to'g'ri viloyat boshqarmasiga kelsa agar, yuborilsa agar, ular orqali. Bizga yetakchilar bekordan bekor mahallaga qo'ymagan. Ular davlat bilan xalqning o'rtasida, aynan davlat bilan yoshlar o'rtasidagi ko'prik. Mingdan ziyod imtiyozlar bor, imkoniyatlar bor, loyihalar borki, biz haligacha eng chekkadagi yoshlarga yetkaza olmayapmiz. Mana shu joyda bizda to'g'ri oqsoqlik bor. Chunki hamma xodimlarimiz ham birdek emas. Shunga mana hozir hammaga bir talab qo'yganmizki, bu talab desam ham endi qanchalik to'g'ri, lekin bu talab mana shu ko'mak loyihasini 2+6 ni tadbirkorlik yo'nalishida berayotgan kreditlarni, imtiyozli kreditlarni, ssudalarni yoshlarga yetkazish uchun yetakchini o'zi gapirib chiqsin ijtimoiy tarmoqlarda. Chunki ijtimoiy tarmoqda yoshlar bugun faol. Siz xabaringiz bormi bugun ko'mak loyihasidan? Nima o'zi u? Siz xabaringiz bormi 2+6 dan? Bu nima? Yoki shu ko'mak loyihasidan yoki 2+6 loyihalardan foydalanayotganlarni chiqib gapirtiringlarki, u maqtanish emas, u PR emas. Shunchaki boshqalar ham bilsin. Hamma yosh hozir qo'lida telefoni bor. Telefoni yo'q, uyni o'zi yo'q. Hamma joyda Telegram bor, hamma joyda Instagram bor. Mana shuni bilish uchun ham targ'ibot ishlarini olib borish kerak. Endi oxiriga shuni yetkazay, mana ko'makni o'zi nima? Agar o'quv markazi bo'lmasa, shu hududda o'quv markazi bo'lmasa, hududiy bo'limlar yordam beradi joy topishga, boshqa masalalarga. Bu hujjatlarni topshirib o'quv markazi ochish imkoniyatiga ega. O'quv markazi borlarchi bundan foydalana olmaydimi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Ular ham foydalana oladi. Ular moddiy texnik bazasini mustahkamlashi mumkin yoki xonalarni kengaytirishi mumkin, ta'mirlashi mumkin, oylik to'lovlariga endi shu realizatsiya qilishi mumkin, moliyalashtirishi mumkin. Shu faqatgina beriladigan mablag' shu o'quv markazi doirasida foydalanadigan rivoji uchun qo'llanadigan mablag' bo'ladi. Menimcha o'ylayman 130 million so'm bu kichkina summa emas. Qishloq joylarda mana Oqdaryodan foydalangan o'quv markaziga bordim, o'zim ko'rdim. Ularga o'zimiz tavsiyalarimizni berdik, jihozlashi, boshqalari. O'ylaymanki, bu mana shu loyihalardan, bor imkoniyatlardan foydalangan yoshlar o'zlariga bir samara beradi. Lazzaka sistem bo'sh qoldirib qo'ydik, ancha gaplashib qo'ydik. Viloyatimizdan xorijga chiqib ketgan ayollarni soni qancha, migratsiya bo'yicha mehnat, qandaydir raqamlar ulushi demoqchiman. Yaqinda ayollarni xorijda yurgan ayollar bo'yicha xatlov o'tkazildi, aynan xotin-qizlar masalasi bo'yicha. Uni xotin-qizlar bo'yicha ketgan tahlil qilinganda ularni chuqur tahlil qildim. Daromadi, nima maqsadda ketgan, o'qishga, ishga yoki bo'lmasa turmush o'rtog'i o'sha yerda ishlayotgan bo'lsa, baribir oila muqaddas. Ajratib bu yoqda yashash mumkin emas. Ko'plari shunaqa bo'ldi. U prosta borib xuddi bu yerdagidek uy bekasi bo'lib o'tiribdi, turmush o'rtog'i o'sha yerda ishlab qilyapti. Shunaqa ular ham bor. Ular bilan muntazam ravishda xotin-qizlarda agar maqsadsiz yoki kam daromad, endi maqsadsiz degandan emas, kam daromadlilar topayotganlarini ulush qilib bo'lib olinib, tumanlar, shaharlar kesimida hozir ro'yxatlari shakllantirib, ular bilan hozir muzokara olib borilyapti. Chunki u fuqarolarda masalan bu yerda kelsang, masalan O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelsang, senga hozir mana biz o'rganib ko'rdik, masalan seni bir oylik ishlab topadigan oyliging $1000 kam yoki mana $500 qancha ziyod ekan. Shu daromadni hozir masalan Samarqand viloyati sharoitida masalan yaxshiroq bo'lib ishga joylashtirib yoki bir qanaqadir uni o'qitib, boya zamonaviy kasblar dedi Abdulfazaxon, yana boshqa o'shanaqa qilib ishlatib, o'zini ustida ishlatib, o'qitib yo'naltirsak kasbga, shu yerda ham mana shunaqa daromadini topadigan, boshqa qiladigan anavsi bo'ladi.
shuningdek oilasini yonida, oilasini bag'rida bo'ladi. Bir shunaqa hozir ular bilan ham muntazam ravishda ishlar olib boryapmiz. Endi migratsiyadagi xotin qizlarimizni soni masalan salmog'i boshqa unga qaraganda ko'proq, chunki bizda boya aytdik-ku turmush o'rtog'iniki, keyin ko'proq e'tibor beryapmiz. Talaba qizlarimiz juda ko'p xorijda o'qiydigan. Talaba qizlarimiz ham juda ko'p ekan. Endi biz hamma maqsad chegaradan chiqib ketgan ayollar sonini ko'tarib oldikda, hammasini olib shahar tumanga bo'lib, ularni o'sha o'rganib chiqdik. Ular bilan ham hozir muntazam ravishda ishlar olib borilyapti. Ularni o'sha qaytarish choralari, agar daromadi $1000 yoki mana $500 kam bo'lib boshqa bo'layotgan bo'lsa, biz gaplashganmiz, ular bilan ana onlayn muloqot ham qilib boryapmiz-da. Masalan, ular aytayapti, men bu yerda qolib ketmoqchi emasman, men ozgina ishlab bitta maqsadim bor. O'sha maqsadimga erishsam albatta qaytaman. Men oilam bilan gaplashib turibman, hammasi yaxshi yoki boshqa degan fikrlarni bildiryapti. Endi nima deydi, shu vaqt ozgina nosi bilan aksariyat qismi qaytib keladi. Chunki gaplashganimizda o'zlari shu qaytib bu yerda ishlashini yoki bu yerda bo'layotgan boya aytyapmiz, biz yetkazib bera olmayapmiz deyapmiz. Bu yerdagi imkoniyatlarni ularga aytganimizda ular eshitib o'qimagan, ular aytyapti, shunaqa imkoniyat bormi? Ha, bor. Kelinglar. Endi hozir shu gaplash ular bilan muloqot olib borganimizda ular aksariyat qaytishni bildirdi. Haqiqatan ham imtiyozlarni bildirish kerak. Masalan, 104 turdagi, 104 yo'nalishdagi tadbirkorlik faoliyatlarini boshlashi mumkin-da yoshlar. Mana shu narsa ham bor. Uni ma'lumotlari ko'rsangiz, 104 ta narsa bu kichkina raqam emas. Bunday olib qaraganda, mayli keling, 30 ta yo'nalish bo'lsin, hech bo'lmaganda. Bugun mana shunaqa holat borki, yosh imtiyozli kreditdan foydalanib, ijaraga berish bunaqasini ham yo'lga qo'yish mumkin. Misol uchun, bizda mana to'y marosimlar, boshqalar, har xil marosimlar bor. Uni chinni ishlari, stol-stullar, mana oddiy narsa. Uni mana shularni ham odamlar ijaraga oladi. Hattoki mana shu yo'nalishni ham yo'lga qo'yish mumkin. Yoki qishloq xo'jaligini agar o'zi yetishtirayotgan mahsuloti bo'ladigan bo'lsa-ga, unga tomchilatib sug'orish deymiz-ku, o'shanga ham kredit ajratilyapti. Hattoki mana yaqinda Yangi yildan oldin Labo avtomashinalari berildi, ham imtiyozli. O'sha yerda ham ijtimoiy tarmoqlarga bir muhokamalarga sabab bo'ldi. Endi ular o'zi ishsiz bo'lsa, mashina nima qiladi? Ishlaydi. Ishlaydi. Aytganingizda qarmoqda u. Bu qarmoq o'zini ishlaydi-da. Bu unaqa magazinda ishlaydi. Bir hech bo'lmaganda chetdagi chet mahallalarda yashayotganlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari bor. Kartoshka yetishtiradi, boshqa karam yetishtiradi. O'shalarni bozorga olib borib sotadi. Endi u ishbilarmonlikka bog'liqda. Hamma narsa, mana senga bitta yo'nalish bor-ku, shundan ham foydalan. To'g'ri, bu narsa nima bo'ladi? Endi u sizni yoshni oldiga qo'ygan maqsadi. Kimdir o'zini kelajagini shu yerda ko'radi, topadiganimni shu yerda ham topaman deydi. Kimdir yo'q, men ketaman deydi. Lekin talab rasmiy ketish. Bu borada mana migratsiya agentligi bilan hamkorlikda ularni o'qitish juda ko'p yarmarkalar, ularni hozir ketishi bo'yicha bizni hozir maqsad, migratsiya agentligining maqsadi fuqaroni rivojlangan davlatlarga. Nima uchun Rossiyada salmog'i katta deymiz? Chunki Rossiya biz bilan vizasiz bordi keldi qiladi. Keyin ish beruvchilari unaqa malaka talab qilmaydi. Mana biz hozir Yevropa davlatlariga yoki rivojlangan davlatlarga yuborishda ularning qat'iy talabi bor. Ular aytadi, bizni tilimizda hech bo'lmasa A2 darajasida gapira oladigan bo'lsin. Masalan, Germaniya misolini ko'p keltiraman. Germaniya chunki bizga 25,000 bo'sh ish o'rinlarini taklif qilib turibdi, hamma sohada, har sohada. Qurilish deysizmi, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jalik, har xil sohalarda 25,000 ish o'rini taklif qilyapti. Faqat ular talabi bor, shu A2 darajasida yoki bo'lmasa qaysi sohasi bor, B1 darajasida o'qish, tilni bilish, xalqaro sertifikat va nemis tilini bilish darajasida ham 4 xil sertifikati bor. O'sha eng asosiysi O'zbekistonda keng tarqalgani shu
Goethe universiteti bor Toshkentdagi, o'sha tomonidan beriladigan sertifikat, o'sha til bilib ketadigan, ularni fuqarolarga tushuntiryapmiz, targ'ibot qilyapmiz, katta yarmarkalar o'tkazyapmiz, bo'sh ish o'rinlari. Mana o'tgan hafta xuddi shu kun monomarkazda juda katta, keyin 24-kuni Kattaqo'rg'on shaharda juda katta yarmarkalar o'tkazdik. O'sha bo'sh ish o'rinlarini taklif qilyapmiz. Mana xorijda ishlamoqchimisan, mana senga bo'sh ish o'rinlar ro'yxati, keyin buni o'zingga xohlaganing, mana daromadi qancha, masalan, bir oyga $2000 yoki $2200 yoki €2000, masalan, har xil davlat boradigan davlatning pul birligi bilan hisoblanadi. Ularni o'z-o'zidan boya talablarini tushuntiryapmiz. Mana bunaqa talab bor. Sen masalan boya g'isht teruvchini aytdik, endi o'sha g'isht teruvchimisan, bo'ldi aka, men zo'r g'isht teraman deydi. Shu boya undan ob tarozi deydi, tekshirib ko'rsangiz ham, boyaga undan tekshirib ko'rsangiz ham hamma tomon bir xil. Haqiqatan ham men unga shubham yo'q, lekin boya aytib o'tganimizdek, uni diplomi yo'q. Uni diplomini qilish uchun hozirda biz monomarkazlarda yoki o'sha kasbga tayyorlash markazlarida qisqa muddatli o'sha xalqaro diplom, o'sha tan olingan unda diplomlar beradigan nusi bor. O'shanaqani tashkil qilyapmiz. O'sha qisqa muddatda borib biladi o'zi. Borib 3 oymi, 2 oy bir borib qatnashadi. Ishsiz fuqarolarga hozir xizmat ko'rsatish, bunaqa diplom yoki kasbga o'qitish yoki tilga o'qitish mutlaqo bepul tarzda amalga oshiryapti. Vaucher berib, boshqa qilib o'qityapmiz ularni. O'sha vaucher olib yoki qanaqa taqdimnoma bilan olib borsa, ishlab turgan bo'lsa ham boshqa qilsa, o'sha qisqa muddatda o'sha g'isht teruvchi yuzasidan diplomini beradi. O'shani olib bemalol foydalanishi ham mumkin bo'ladi. Dilfuza opa, hozir shu ayollar masalasiga yakun yasab o'tib ketaylik birdan yakunda. Men kuzatishim bo'yicha asosan 35 yoshdan kichik bo'lgan ayollar xorijga ko'proq ketar ekan. Endi ular hozir deylik xorijga bordi. Deylik bitta tikuvchilik kasbini o'rgandi bu yerda va xorijga ketdi, 2-3 yil ishladi. Yoki hozir ishlayapti. Ular O'zbekistonga qaytib kelib, qanaqadir dasturlar bormi endi o'sha yoshlar ishlar agentligi tomonidan, kel, mana biz senga shunaqa dasturimiz borki, o'sha o'zingni kasbingda imkoniyat qilib beramiz degan, ya'ni ayollar uchun ko'proq shunga e'tibor beraylik. Rahmat, albatta, u har bitta yosh hozir chetda ishlayotgan yosh bilan hafta davomida, hech bo'lmaganda bir 10 kun davomida borib uydan xabar oladi yetakchi. Bo'ya yana mas'uliyatli anaqasi. Agar u hozir talab shundayki, $1000 dan kam oylik oladigan bo'lsa, agar qaytarish choralarini ko'ryapti. Deylik qaytib keldi, qaytib kelgandan u o'zidan o'zi ishsizlar ro'yxatiga kiritiladi. Hozir viloyatimizda 9630 ta ishsizimiz bor. Shularning bir 40% agar xotin-qizlar deydigan bo'lsa agar, mana shu 9630 tani har bittasini egasi bor. Qanaqa ega? Endi viloyat tashkilot rahbarlari, tuman tashkilot rahbarlari, tuman tashkilot mas'ullari ularga biriktirishgan. Mana masalan, men o'zimda ham 17 nafar ishsiz yosh bor. Samarqand tumanidan biriktirishgan, men u bilan ishlayman. Gapni boshdan olib kelayotganim, boyagi qiz qaytgandan keyin u ham ishsizlar ro'yxatiga kiritiladi. Uni xohishini bajarishga biz birinchidan mas'ul va majbur. Birinchidan yoshlar bilan ishlash tashkiloti, ishlaydigan tashkilotimiz sifatida, keyin ikkinchisi mana shu biriktirish orqali kelgan yosh biriktiriladi kimgadir ishsiz sifatida. Albatta, agar u tikuvchi bo'ladigan bo'lsa, bugun qanchadan qancha sexlarimiz bor. Kattaqo'rg'on tumanida va Narpay tumanida bo'lgan yarmarkaga qatnashdimda, ularning mana shunaqa sexlari, katta tikuv sexlari bor ekan, hattoki avtobuslarda kelib olib ketadi. Oylik maoshi 2 milliondan boshlanadi. Boshlanadi deganim, u endi mahoratiga qaraydi. Yaxshi bo'lsa 3 milliongacha beraman, faqat kelsin deydi. Ana shunday yaqin o'tadi deydi-ku bizga, yaqin o'tib ketadi. Xo'p, mana bitta shu yerda qiz bilan mana suhbat to'g'ri kelayotgani uchun misol keltirib gaplashib qoldik. Men boshqa joyga ishga o'tmoqchiman. Qayerga o'zi hozir qayerda ishlayapsiz? Tikuv sexida ishlayman. Xo'p, nega almashtirmoqchisiz joyingizni? Oylikmi, nima masalan? Yo'q, men ertalabga ulgurmayapman.
Nimaga ulgurmayapti desa, avtobusga soat 7ga chiqishga ulgurmayapti. Xo'p, baraka topib, ertaroq turish kerakda. Soat 7ga bir 100 metrga yurib, ko'chani boshiga chiqish kerak, avtobusni olib ketish kerak. Demoqchi bo'lganim, imkoniyat bor. Biz faqat shu minimum, yo'q, 2 million oylikni bizga kerak emas deymizda, ishsiz o'tiradi. Xo'p, senga kerakli oylik bo'lguncha, o'zing xohlagan kattaroq oyligini olguningcha, ozgina malakangni oshir, yaxshiroq tikuvchi bo'l, senga uchib kel. Agar yo'q, 3 million ham senga kamlik qilsa, sen o'sha bo'ldi, yaxshi mutaxassis bo'ldingmi, senga imtiyoz bilan kreditga yana beryapti, tikuv mashinasi beryapti. 3 yilga, 1 oyga hisoblaganimizda 1 oyga 50 ming so'mdan tushadi. Shuni ham hisoblab berganmiz. 1 oyga 50 ming so'mdan tushadi. Tikuv mashinasini ol, ikkita ishchi yolla, ana ishchi bo'l. Yo o'zing kunda shu oylikka ishla. Endi agar nima deydi, malakang oshaversa, zo'r tikuvchi bo'lsang, ham ishlaysan, ham uyingga borib zakaz ham olasan, buyurtma olasan, tikasan. Yo'q, bunga ko'nmayman, men yaxshi master bo'ldim, yaxshi usta bo'ldim desang, mana marhamat, tikuv mashinani ol, o'zing och. Mana shunaqa holatlar bor. Imkoniyat bor, qaysi yo'nalish bo'lmasin, faqat shu odamlarimizdan ozgina bir sabrli bo'lib yetadi. Endi xarajat qilishingizga ham bog'liq. Siz kattaroq xarajat qilmoqchimisiz, demak o'zingiz ustingizda ishlab, yaxshiroq mutaxassis bo'lishingiz kerak. Shuning uchun ham hamma imkoniyatlardan foydalanish kerak. Chiqmasin emas ayollar ham, mayli. U o'zini nima deydi, inson huquqlarini biz cheklamaymiz. Endi u tomonda ham men u masalaga ham bir fikr bildirmoqchi emasman. Masalan, endi inson huquqlari boshqa mavzudan chetga chiqmoqchi emasman. Borib ishlasin. Agar xohlasa, hozir borib zo'r ishga joylashish kerak. Hozir borib zo'r ishga joylashish bo'lmaydi. Mehnat talab qilinadi. Shu mehnat sabr talab qilinadi, o'rganish kerak bo'ladi. Yo'q, men kechikyapman. Yo'q, kechikib bo'lgan, chunki bugun boshlayapti. Bugun ham kech emas. Kecha boshlash kerak edi. Bu sex bo'lmaydi, bunisiga borishim kerak, buni oyligi kam, buni moshini yo'q. Hattoki ovqatlanish ham ichida shu narpayda bo'lganda shunaqa guvohi bo'ldim. Juda ko'p ayollar, nega desam, sexga yostiq tikyapti, ko'rpa tikyapti. 100 mingga hech narsa bermaydi hozir. Deymiz-da endi 100 ming, lekin mana shu tayyorlagan mahsulotini sotyapti. Yo'q, bizga arzon chiqyapti. Ham o'zi mehnat qilyapti, ham arzon naqa qilib chiqarib beryapti. Ham ish bilan ta'minlanyapti. Shuning uchun bunaqa yo'nalishlarimiz juda ko'p. Ulardan faqat foydalanish kerak. Lazzat aka, mana hozirgi kunda dunyo notinch ko'ryapmiz. Shu migratsiya agentligi tomonidan borish xavfli deb o'sha e'lon qilingan mamlakatlar bormi bugungi kunda? Misol, bormanglar u yerga deb yo hududlarmi? Borish tavsiya qilinmaydigan hududlarni aytmoqchisizda. Endi bizda boya Zuzaxon ham aytib o'tdi, bu fuqaroni masalan falon joyga bor, falon joyga borma deyishga buni migratsiya agentligi buni anonsiga olmaydi. Endi fuqaroni hamma masalan xorijda bo'lib turgan fuqarolarimiz ham hammasi mehnat migratsiyasida emas. Masalan, sayohatga boradiganlar ko'p. Saudiya Arabistoniga masalan ziyoratga boradiganlari qancha, nechta samolyot borib, nechta samolyot keladi. Ular ham hammasi o'sha xorijdagi fuqarolarimiz hisoblanadi. Uni qaysi davlat xavfli sen u davlatga borma deb bir agar mana bu qanaqadir ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p chiqadi-ku, uni Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ogohlantiriladi. Shu davlatda bo'lish yoki bo'lmasa haligi keraksiz joylarda mana bu ishtirok davlat ko'chalarda bunaqa yuradi-ku, miting qilib. O'shanaqa narsalarga aralashmaslik yoki mana unaqa qilmaslik bo'lsa, o'sha qaysi davlatda notinchlik yoki qaysi davlatda shunaqa xavf sezilsa, o'sha davlatdagi yoki o'zimizda ham Tashqi ishlar vazirligi tomonidan o'zingizda ham ko'zingiz tushgandir, masalan, ogohlantirish bilan beriladi. Uni migratsiya agentligi ham u ham qilinishi mumkin. Asosan bu shu Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ogohlantirish berib boriladi ijtimoiy tarmoqlarda. 2021, 22, 23 yillarda shu men kuzatganimda ko'rganmanki, o'sha migratsiya bilan bog'liq jarayondagi korrupsion holatlar. Hozirgi kunda qanday o'sha korrupsion holatlar oldi olingan tizimda? Korrupsion holatlarda oldi olinishi, mana korrupsion bu yil yurtboshimiz tomonidan favqulodda korrupsiyaga qarshi kurashish yili bo'lib e'lon qilinib, hozir har bir tashkilotda
o'sha korrupsiyani oldini olish bo'yicha o'sha tashkilotni boshliq o'rinbosarlari, compliance xizmati, boshqalar qaytadan qo'yilib ta'minlandi. Bunda hozir mana siz aytyapsiz 22, 23, 24, 22dan boshlansa hozir 26-yil 4 yillik mana uni aytyapsiz-da. Mana hozir 25-24-yillarda umuman inson omilisiz amalga oshirilyapti hamma narsa. Vaholanki migratsiya sohasida ham, masalan bizlar sohamizda ham, masalan bizlar qanaqadir ish o'rin taklif qilsak, masalan xalqqa mana bizda mana shu masalan misol qilib mana xalqimiz ko'p qiziqadi. Buyuk Britaniyaga qishloq xo'jaligi ishlariga borishdi. Muddatli 6 oylik mavsumiy ishlarga boriladi. Shuni 6 oyga borib keladi. O'shanga juda ko'p boraman deganlar. Masalan ish beruvchi bilan biz fuqaroni bog'laymiz. Ish beruvchiga bular fuqaro o'zlari ijtimoiy tarmoq orqali o'sha linkini beramiz, tarqatamiz. Ular oldin fuqarolar kelib hujjat ko'tarib, mana meni hujjatim, mana buni olib qo'ying deb masalan qilayotgan biz hozir ishoning birorta hujjat olmayapmiz. Hammasi o'sha o'zini qiziqishini bildiradi, ish beruvchiga qiziqishini bildiradi, ish beruvchi o'zi ko'rib chiqib, o'zlari tahlil qilib, boyagi CV deydi anketa. Fuqaro o'zini CVsini, o'sha anketasini belgilangan tartibda to'ldirib fuqaroga ish beruvchiga yuboryapti. Ish beruvchi ko'rib o'sha tanlagan ma'qul deb olganlarini ko'rib ish bilan ta'minlaydi. Kelgusida o'zlarini ularni ichki pochtalariga qanaqadir ma'lumoti bo'layotgan bo'lsa, fuqaroni o'ziga yuborib amalga oshirilyapti. Boshqa ham mana xorijga ish dasturimiz, katta ana unda dasturimiz bor. O'sha xorijda ish dasturiga xohlagan fuqaro ochib, masalan, O'zbekiston Respublikasidagi ayni paytda qancha xorijda ish o'rinlari turibdi, qaysini talabi qanaqa, bemalol qiziqib o'zini murojaatini qoldirish yoki bo'lmasa o'zini qanaqadir fikri bo'lsa fikrini qoldirib yoki bog'lanish imkoniyati birdan call centerimiz bor, bog'lanib menga mana shunaqa qiziq bo'lyapti, mana shunaqa deb aytamiz. Mana bugun ham boya yetkazib berilmaslik, fuqaro boyagi berilayotgan imkoniyatlar fuqarolarga to'g'ri tushuntira olmaslik, berilmaslik masalasi ketyapti. Shuning uchun mana bugungi podkastimiz ham yaxshi bo'lyapti deb o'ylayman. Mana bu narsada baribir biz o'zimiz, lekin ommaviy axborot vositalarini ham juda keng yordam qilish imkoniyati juda keng. Biz shu podkastdan foydalanib, shu anavlarni kengroq yoyishimizni, biz bo'layotgan yangiliklarni, boshqalarni xalqqa ertaroq yetkazib berishdi. Shu o'rinda mana biz e'tibor qilgan bo'lsangiz, ko'chada deylik yoki umuman ko'payib ketdi-da, biz $500 bering, biz sizni xorijda $5000 ishga joylashtirib qo'yamiz degan xususiy shirkatlarmi, qanaqadir bir kompaniya deb oladi o'zini. Ularni nazorati bo'yicha migratsiya agentligi qanday? Misol ular haqiqatda o'sha yoqqa olib borib joylashtira oladimi, yo'qmi, buni o'rganadimi migratsiya agentligi? Juda global savol bo'ldi. Hozirgi kunda migratsiya sohasi va gapimiz boshida ham aytdik, juda quloqqa boshqacha eshitiladigan bir qanaqadir soha deb fuqarolarning qiziqishi bor, boshqasi bor. Bundan ko'pchilik foydalanib olgisi keladi, bir qanaqadir uni moddiy boylik orttirgisi keladi. Mana bu aytib o'tgan savolingizda hozirda mana 2026-yildan boshlab prezidentimiz qarori bilan xorijga ishga yuborish migratsiya agentligidan chiqarilib, xususiy bandlik agentliklariga berilgan hozirgi kunda. Xususiy bandlik agentliklari hozir O'zbekiston Respublikasida 44 ta tashkil bo'ldi. Hali o'ylaymanki bu 440 tagacha yetishi mumkin, может ko'proq 4000 ta ham bo'lishi mumkin. Endi hozir mana bo'lgan 44 ta xususiy bandlik agentliklari, bular masalan Samarqand viloyatida hozirda 5 ta ochilgan. Bizning ro'yxatlarini doimiy ravishda hamma joyga tarqatamiz, beramiz. O'sha boya aytib o'tgan xorijda ish dasturimizda ham, o'zimiz Telegram kanallarimizda ham o'sha 44 ta endi hozir u faoliyat bilan shug'ullanuvchi litsenziyaga ega faoliyat turi
hisoblanadi, bu litsenziyasi bo'lishi kerak. Bu litsenziyasiga ega 44 ta mana shu faoliyat turi xorijda ishga yuborish huquqiga ega. Qolgan mana bu hozir konsalting deymiz ko'proq, mana bu rekruting kompaniyalar bor, boshqalar bor. Bu bir narsani bilishimiz kerakki, fuqaroni xorijga ishga yuborish faqat litsenziyaga ega bo'lgan bandlik agentliklari vakolatida bor. Mana hozir siz aytib o'tdingiz, bunga kim kurashadi, bu migratsiya agentligi. Biz tegishli chora ko'radigan o'sha bu siz aytib o'tayotgan holatlar, mana yuboraman 500 dollar, bu o'z-o'zidan huquqbuzarlik hisoblanadi. O'sha fuqaro tomonidan jinoyat yoki ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanadi. Biz bilamizki, jinoyatga yoki ma'muriy huquqbuzarlik bilan kurashuvchi organlar mavjud, tashkilotlar mavjud. O'sha birovni aldash, firibgarlik yoki qanaqadir bu o'sha biz o'sha tashkilotlar bilan birga hamkorlikda ishlaymiz. Ichki ishlar boshqarmalari, bo'limlari, masalan, viloyatdagi yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorlikda ishlab, o'sha bo'layotgan yo'l qo'yilayotgan ular bo'yicha keskin kurash olib borilib kelmoqda. Endi hozir bu yerda men ayta olmayman, faloncha soniga chora ko'rildik, bunchasiga unaqa qildik deb, qilinib kelinib sezilarli darajada yaqin o'rtada o'sha bu firibgarlik. Ya'ni xalqimizda o'zi ham hozir men ancha ko'rib, fuqarolar murojaat qilib keladi, ancha xursandman, ancha tushunyapti. Endi bu hali ko'zga ko'ringan xavf bu. Siz ofisingizga borib biz murojaat qilib, siz meni aldayapsiz. Yana ko'zga ko'rinmaydigan xavfimiz ham bor migratsiya sohasida. Bu ijtimoiy tarmoqlar orqali masalan ko'proq oylik evaziga masalan biz xalqni fuqarolarimizni o'sha xorijga chiqish istagida bo'lgan fuqarolarga kasb o'rganing, til o'rganing, sizni yuqori daromadli ishga yuboramiz deb turgan bir paytimizda ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa e'lonlar keladi. Til bilishingiz ham kerak emas deydi. Kasbingiz ham kerak emas deydi. Shu borsangiz bo'ldi deb mana Germaniyaga yana eng ommaviy bo'lgan logotiplarimiz, masalan Mars zavodiga, Snickers zavod, Hyundai avtomobillarni zavodi, masalan Hyundai borku, boshqa mana shunaqa Nike degan firmaga boryapman. Uni qarang qanaqa psixologicheskiy. Nike'ni hamma biladi O'zbekistonda. Mars desangiz, Snickers desangiz, masalan zavodlari bo'lsa, hamma biladi. Bu bor ekanda shaqqa ketyapman deb ko'rmagan, bilmagan odamlariga o'sha shotiga bu katta pullarni o'tkazdirib aldanib qolayotgan fuqarolarimiz bor. Mana shu jarayondan foydalangan holda o'sha fuqarolarga murojaat qilmoqchimiz. Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlarda mana shunaqa har xil fake xabarlarga ishonib, yolg'on xabarlarga ishonib, moddiy qiyinchilikka tushib qolmang. Chunki biz ko'ramiz, fuqarolar murojaat qiladi. O'zimni pulim bo'lsa ham mayli edi, birovdan olgandim. Shuni mana menga keldingiz. Shuni boshida mana telefonlarimiz bor, boshqasi bor, bir shundan bir so'rasangiz bo'lmasmidi deymanda. Yo'q, endi bo'lgan ish shunaqa. Shuning uchun shu fuqarolarimizdan shu ijtimoiy tarmoqlarda xorijda ish taklifini berayotgan bo'lsa, e'tiborli bo'lib o'sha bo'sh ish o'rin yuzasidan o'sha migratsiya agentligi yoki tegishli tashkilotlar bilan maslahat so'rashni o'sha qolamiz. Xususiy bandlik agentligini haqiqatda bor yoki yo'qligini deylik fuqarolarimiz mana shu migratsiya agentligiga bog'lansa aniq aytib bera oladi, to'g'rimi? Bog'lansa ham biz masalan hozir hammada ijtimoiy tarmoq bor. Masalan Google algisidan shunday xususiy bandlik agentligi deb yozsa, joylashgan joyi o'sha 44 dan 45 dan hammasini manzili, telefon raqamigacha, qayerga murojaat qilishgacha bo'lgan anonsi chiqadi hammasi. O'sha bilan ular ham xususiy tashkilot bo'lganligi uchun ular ham qanchadir darajada xizmat haqi olib
ishga yubordilar, xizmat haqisi ham bor, boshqasi. Endi u aldanib qolmaydi. Demoqchiman, aldanib qolmaydi, chunki ular litsenziya olish uchun davlatga ma'lum bir depozit summasi garovida turadi. Ular o'sha ertaga qaysidir fuqaroni huquqi paymol bo'lib yoki aldov holatiga tushib qolsa, o'sha depozitdan foydalanishga yoki bo'lmasa fuqaro to'lab ketgan pulini qachonki fuqaro borib, chunki ular bankka to'laydi, hammasini ularning shotiga to'lab, borib ishga joylashgundan keyingina ular fuqaroning o'sha mablag'idan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Boyagi xususiy bandlik agentliklari. Ketish jarayonida to'lovlar qanday bo'ladi? Ketish jarayonida to'lovlari masalan migratsiya agentligi tomonidan hozir bizda aksariyat masalan davlatlarda fuqarodan hech qanaqa to'lov qabul qilinmaydi. Faqat fuqaro o'sha ba'zi bir ish beruvchilarimiz tomonidan fuqarolar biletigacha pulini berib to'lab qoplab olib ketadiganlari ham bor. Masalan xorijiy ishchilarga bo'lsa faqat viza o'zi uchun viza puli to'lovini to'laydi, keyin qaysidir agar korxonani bo'layotgan bo'lsa o'ziga aviachipta biletini olib masalan o'shalarga pul to'lanadi. Endi men uni puli qanchaligini masalan hozir bilmayman. Migratsiya agentligi tomonidan yuboriladigan fuqarolarimiz shunaqa to'lovlari yo'q. Ijtimoiy tarmoqda yoki umuman ko'cha-ko'yda eshitib qolaman ba'zi o'sha xorijga ketish masalasida nega migratsiya agentligini tanlamaysiz degan savol berilsa, yo migratsiya agentligi yoki deydi oyligi kam bo'lgan ish topib beradi deydi. Yoki bo'lmasa deydi oyligi baland bo'lsa ham deydi o'zlari kelishib, deylik misol $5000 oylik beradigan bo'lsa deydi, bizga 3000 ni beradi, 2000 ni o'zlari kelishib ketadi deydi. Shunaqa holatlar bormi? Unaqa holatlar yo'q. Unaqa holatlar yo'q. U bilmadim endi siz kim bilan gaplashgansiz. Bunaqa holatlar yo'q, chunki bu davlat ahamiyati ikkita davlat o'rtasida tuziladigan shartnoma hisoblanadi. U biz boyam sizga e'tibor bergan bo'lsak aytdik, biz bu yerda hech narsaga aralashmaymiz. Biz fuqaro bilan ish beruvchining o'rtasidagi ekon topib beradigan tashkilot. U o'zini oyligini bu aytadi, boshqa qiladi, unaqa holatlar umuman kuzatilmagan. O'shanaqa holat bo'yicha birorta ariza shikoyat bilan ham murojaat qilib kelgan fuqaro yo'q. U qaysidir mana bu xususiy bandlikmi yoki bo'lmasa mana ko'chada kimdir shunaqa holatga bo'lib qoldi deb aytiladigan bo'lsa ham bu narsa siz aytayotgan sharoit u ana unda xorijda bo'lishi mumkin. Kimdir u o'zi boradi, masalan men o'zim borganman, siz u yerda 1-2 yildan beri ishlayapsiz. Sizni tanishingiz bor, opa meni ishga joylashtirib qo'ying desam, siz Otabek bilan gaplashib, sen bunga shuncha bersang bo'ladi, sen boshqa deb topib bergan bo'lishi mumkin. O'zaro kelishuvlar bilan. Endi uni migratsiya agentligi bunaqa ularga. Kelishmagandan biz keyin fuqaroga ko'rsatgan xizmatimizdan oladigan davlat bojidan haligi qildi. Kerak emas dedik, mayli uchun unga shuning uchun hozir man Rossiya Federatsiyasiga ham boshqa davlatlarga ham Janubiy Koreyani ozgina davlat boji saqlanib qolgan, Janubiy Koreyaga yuborishda ularni o'zi o'qitish boshqa xarajatlari bor. Qolgan davlatlarda hamma tekinga o'qilib qo'yilgan. Misol uchun yoshlar xorijga ketishida umuman deylik u majburiyat yuzasidan ketyapti-da, imkoniyati yo'q. Borib siz tashkilotingizga uchrashsa, ularga qandaydir moddiy ko'mak bera olasizmi? Aytaylik, bugungi kunda O'zbekistondan turib xorijda qaysidir ish beruvchi bilan o'zi onlayn bog'lanib ham ish topish imkoniyati bor-da, lekin uni o'sha yo'lda ketish xarajatlari, boshqa shu taraflarga moddiy yordam beradigan dastur bormi? Uni bizda agar shunaqa murojaat qilib haqiqatan ham ishsiz bo'lib, boshqa bo'layotgan bo'lsa, fuqaroga bilet uchun birlamchi yetib olish ishini boshlash uchun imtiyozli kredit subsidiyalarimiz bor. Biz murojaat qilib o'qisa, masalan, ish joyi aniq bo'lib ketadigan joyi bir bo'layotgan bo'lsa, o'sha bank Infin bankidami, hozir agar bankni yilni boshidan o'zgarmagan bo'lsa, o'sha murojaat qilsa, biz haqiqatan bitta tavsiya bersak, shunaqa davlat ketish ko'zda tutilyapti deb bersak, masalan, imtiyozli 10 milliongacha bo'lgan birlamchi o'sha to'lab beradigan imtiyozli kreditlarimiz bor.
Mehnat migratsiyasi deyilganda bevosita bu xorijga qonuniy ketish deb tushuniladi-da. Qonuniy ketish nimalar beradi ketayotganlarga? Bir narsaga to'g'ri nazar qilib olishimiz kerak. Hech kim noqonuniy ketmaydi. Hamma qonuniy ketadi. Noqonuniy degan noqonuniy ketish degani davlat chegarasidan emas, qayerdandir aylanib o'tish bu noqonuniy ketish hisoblanadi. Shu narsaga rasmiy davlat chegarasidan chiqib ketyapsizmi, u noqonuniy ketish yoki unaqa degan tushuncha bo'lmas kerak. Tushunchani to'g'ri noqonuniy ketish bu belgilanmagan joydan O'zbekiston Respublikasining hududidan chiqishga deyiladi. Tushundingizmi? Masalan, davlat chegarasidan chiqmayapti. Davlat chegarasidan chiqdi, davlat chegarasidan kirib kelyapti. Belgilangan joyda bu yerda noqonuniylik yo'q. Agentlik tomonidan yuborilganlar bilan deylik, boshqa o'zlari ketganlar, bularda o'sha xorijdagi huquqini himoya qilish borasida farq tafovut bo'lishi mumkinmi? Ya'ni aytaylik tezroq yoki sekinroq yordam ko'rsatilishi. Bizda masalan Rossiya Federatsiyasi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qayerda ko'proq mehnat migratsiyasida yoki o'sha bo'lib turgan, ishlab turgan joylari bo'layotgan bo'lsa, bizda o'sha davlatlarda migratsiya agentligining vakolatxonalari bor. O'sha yerda bizning vakillarimiz o'tiradi. Masalan, Rossiyada 8 ta joyda, Janubiy Koreyada hozir mana bir qancha Yevropa davlatlarida yoki yana Yaponiyada mana shunaqa vakolatxonalarimiz qaysidir ochildi, qaysidir ochilish qismida turibdi. O'sha yerda faoliyat yuradi. Ular o'zi vazifasi aynan o'sha yerda bo'lib turgan mehnat migratsiyasida bo'lib turgan fuqarolarimizni bu nima deydi, boshiga tushgan ishini yoki bir nima deydi, o'sha mushkulini yengil qilish uchun o'sha yerda o'tiradi. O'sha yerda o'tiradi, ular bilan bog'lanadi, boshqa qiladi. Bunda boya berib o'tgan savolingiz migratsiya tomonidan ketgan yoki xususiy bandlik agentligi tomonidan ketgan yoki boshqa degan kesimlari yo'q, unaqa kesimlari yo'q. Ular hamma O'zbekiston fuqarosi deb qarab, ularga o'sha tegishli ko'maklarini, yordamlarini beradi. Masalan, kimlardir biz bilamiz, bizga o'sha xorijlardan davlatlardagi fuqarolarimiz telefon turadi har zaman. Aka, men ish beruvchim bo'ldi yoki zavodimiz tugadi yo bankrot bo'ldi. Koreyada ko'proq bankrotga falon joyga bor deymiz, ular senga ish topib beradi. Boradi, ularda o'sha ishlanuvlari bor, borib o'sha yana qayta ishga joylashtiradi. Yoki bo'lmasa shunaqa anavlari bor, xorijda qiyin ahvolga tushib qoladi. Masalan, yashashga joyi bo'lmay, har xilda endi. Yashashga joyi bo'lmay qoladi, boshqa bo'lib qoladi. Agar ular bilan bog'lanishsa, ular masalan borib o'sha yerga ularni hostellarga yuborib, birlamchi hayot anovsini joyga qo'yish uchun davlat anovlari, to'lovlari bor yoki uyga qaytib kelaman desa qanaqadir o'sha qiyin ahvoldaligi ma'lum bo'lganda ularga o'sha biletlarini boshqalarni qoplab beradigan darajada mablag'larimiz yetarli migratsiya agentligi tomonidan. Mana shu yil ham hozir men aniq esimdan chiqdi, juda katta miqdordagi fuqarolar shu 25-yilda hisobidan qaytarilgan O'zbekistonga qiyin. Biz даже aksiya e'lon qildik shu Rossiyada yoki boshqa davlatlarda, aynan Rossiya Federatsiyasida yurganlarni qaytish istagida bo'lib noqonuniy yoki qanaqadir yurib holatlari bo'layotgan bo'lsa, marhamat murojaat qilinglar. Biz sizlarni shunday qaytarib O'zbekiston Respublikasiga qaytarib olib kelamiz deb murojaatlar bilan chiqilgan. Natijasida ancha fuqarolarimiz O'zbekistonga qaytib kelgan. Biletlari olib bergan holda hammasini. Fuzo opa, lider sifatida, rahbar sifatida o'sha xorijga chiqaman degan yoshlarga qanday maslahatlar berasiz? Bilim olish uchun chiqish bu endi albatta faxr. Chunki juda ko'p yoshlarimiz bugun xorijiy davlatlarda o'qishni davom etyapti. Mana El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan borgan yoshlarimiz qancha. Ular qaytib kelib o'zlarini shu
malaka oshirgan tajribalarni kelib qo'llashyapti, xususiy tashkilotlarga ishlashyapti, tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yishyapti. Endi bormoqchi bo'lgan yoshlarga bu ularni tanlovi, demak bu ularni qarori. Agar ular shu haqiqatdan ham shu to'g'ri deb bilsa shu narsani, marhamat, faqat shu ma'lum bir hunarga ega bo'lgandan keyin, ma'lum bir Malakali kasb bo'lgandan keyin, bu yerda bir shu eng minimum darajada tilini bilgandan keyin, muloqotga kirisha olishga o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin rasmiy migratsiyaga borishlarini tavsiya berardim. Chunki har qanday holatda, har qanday vaziyatda inson o'zi bilan birga nima deydi, bagaji bo'lsa, endi bagaj deganim chimadan, kiyim, kechak emas. U bagaj insonning hunari, insonni bilimi, saviyasi. Mana shunga ega bo'lgan taqdirda har qanday holatda qiyin vaziyat bo'ladimi, boshqa vaziyat bo'ladimi, chiqib keta oladi. Faqat u o'zini shu bilimga ega bo'lish kerak, ilmga ega bo'lish kerak. Bekorda aytilmayapti-ku, hamma joyda qishloq xo'jaligida ham ilm bo'lsin, nima deydi, u tadbirkorlikda ham ilm kerak. Hamma joyda bilimga ega bo'lsa, ilmiy nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsa, hech qachon qoqilmaydi, hech qachon adashmaydi. Tanlab bo'lingan bo'lsa agar, faqat mana shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Qo'lingda hunaring yo'qmi, hunaringiz yo'qmi, tilni bilmaysizmi, siz qiynalasiz. Har qanday holatda. Yo'q, bo'ldi, borsam ish topaman deydi, yo'q, u xato. Borganda hech kim unga ish tayyorlab qo'ymaydi. Tanishi bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin qora ishchi bo'lgandan ko'ra, ma'lum bir hunarni, kasb egasi bo'lsa agar, unda saviya ham bo'ladi, obro'si ham oshadi. Qaysi davlatni fuqarosisan? Albatta O'zbekistonni. U albatta O'zbekistonni davlatimizni saviyasiga ham, davlatimizni nufusiga ham ta'sir ko'rsatadi. Albatta ijobiy tomonga, agar u hunarli kasb egasi bo'lsa. Laziz aka, bevosita shu jarayonda doimiy ishlab kelayotgan inson sifatida xorijga farzandini yuborayotgan ota-onalar nimaga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Xorijga yuborish uchun men o'zimdan fikrimni men aytdim. Ota-onalar endi yaxshi bo'lsa o'qishga yuborsin, o'qib kelsin xorijda, mana rivojlanayotgan davlat, rivojlanayotgan bir davlatimizga bir yanada o'z hissasini qo'shib, bir yaxshi yetuk kadr bo'lib, yetuk mutaxassis bo'lib kelsin. Endi ish bilan borayotgan bo'lsa ham ota-onalarga nima deymiz? Mana hozirda shunaqa nigoh bo'lyapti. Mana maktabni bitirayotgan fuqarolar hozir 7-sinfdanmi, o'zi oliy ta'limni tanlaydiganlar oliy ta'lim yo'nalishida o'qitilsin. Endi hamma ham 100% oliy ta'lim tanlamaydi. O'sha fuqarodan ko'rinadi o'zi o'qishidan. Ikkinchisi, agar ana bo'layotgan bo'lsa, ularga kasb hunar o'rgatinglar. Chunki hammani iqtidori bir xil emas, boshqa emas. Mana hozir respublikada kasbiy ko'nikmalar agentligi ochildi. Именно mana shu kasbga o'qitish bo'yicha, zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha, o'sha zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha kasbiy agentlik, kasbiy ko'nikmalar agentligi ochildi. Uni tashkilotida, masalan, uni huzurida masalan nechta o'z Samarqandda ham texnikumlar bor. O'sha politexnikumlar hammasi ularni tasarrufiga o'tdi hozir Samarqandda. O'shalarning bazasida kelgusida o'sha fuqarolar agar oliy ta'limda o'qishni yoki boshqasini istamasa, men ota-onalardan so'rayman, taklif qilgan bo'lardik. Albatta bitta yaxshi kasbni, zamonaviy kasblarni egallashini so'raymiz. U kuni bitta ijtimoiy tarmoqda nima qilinyapti? Kelgusida deyapti, hamma narsa, masalan, barcha sohalar IT sun'iy intellektga o'tib ketishi mumkin. Lekin qo'l bilan qilishni imkoni bor, yo'q bo'lgan kasblar ham bor ekanda. Santexnika, uni turbani olib kelib, anayoqdan ko'tarib kelib, qo'yib, tiqib, masalan, elektrika, uni kabellarni o'tkazib, mana shunaqa uni qo'lda qilmasda iloji yo'q. Shunaqa sanalgan kasblar bor. O'shunaqa kasblarni o'qitishga, o'sha kasbni o'qitishga bitta tilni, mayli u rus tili bo'lsin, mayli u
ingliz tili bo'lsin, mayli u nemis tili bo'lsin, mayli koreys tili bo'lsin yoki xitoy tili, mayli qaysi bo'lsa tildan ham yetarli darajada o'rganib qo'yish kerak. Mana shuncha imkoniyatimiz borda. Mana biz to'g'risi biz mana 90-yillarda katta bo'lganmiz. O'shanaqa maktab 98-yilman maktab tugatganman. Bizda yo'q bo'lganda imkoniyat mana shunaqa. Shunday. Ijtimoiy tarmoq ham yo'q edi, masalan. Borib To'g'ri. domlani uyiga borib, domlani uyiga Dars borib tayyorlardik. til o'rganganmizda masalan. Hozir qarang, u boya aytib o'tganingizdek, uyda o'tirib o'zlari o'sha ibrat farzandlari qanaqa zo'r loyiha. Menda ham bor. Hamma juda ko'p. Menda ham bor. O'qituvchingizdan mehribon anoni qo'ygan, bir yaxshi gapirib bir qo'yib o'rgatadi bir ana. Shunaqa imkoniyatlardan foydalansin. Til bilish uchun aynan boyagi men aytganday 90-yillardagidek anonga repetitorga borish yoki mayli til o'qitish markazlari bor, boshqa shart emas. Masalan, sal o'zi anov bo'layotgan bo'lsa, o'sha telefondan orqali yoki o'zi baribir ham ko'p yoshlarimiz kunni yaxshi ishlar bilan yoki yaxshi anovga foydalanadigan qismida baribir ko'pi telefonda. Baribir o'sha telefonga qarab turib, keyin o'sha bergan vazifasini yechib, boshqasini qilib tursa ham qancha til o'rganadi. Shuning uchun kasb va til o'rganishni so'rab qolgan bo'ladi ota-onalar. Rahmat fikrlar uchun, Laziz aka, Dilfuza opa, tashrif uchun alohida rahmat. O'ylaymanki, bunaqa suhbatlar oxirgisi emas. Yangiliklar bo'lganda doim biz bilan birgamiz. Aziz kuzatuvchi, biz yakunladik. Sog' salomat bo'lasiz.